Kecha kabina haqida video oluvdik, kompyuter ham portlatib yubordinglar. Bugun sizlarga kabina haqida hamma ma'lumotni berib o'taman va bizda kabina uchun nima zapchastlar borligini ham sizlarga ko'rsatib chiqamiz. Eshiklarga keladigan bo'lsak, havo chaqma fafli uchun ham eshiklarimiz tayyor bor. Eshiklar uchun mana bunaqa ren komplekt naborlarimiz ham bor. Oyna ko'taradiganni elektrический, xolasanglar ruchnoydan ham bor. Salon ichida bizda tablolarimiz ham har xildan bor. Salon ichida eng ko'p buziladigan narsa knopkalardan ham har xildan bizda olib kelib qo'yganmiz, ko'rishingiz mumkin. Kabinaga bog'liq plastmas qismlar juda ham ko'p bo'ladi. Bizda har xil plastmaslardan bor o'rtoqlar. Eshik obshivkalarimiz ham har xildan bor. Ko'pincha sinib ketadigan mana jabrlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Assortimentimizni ko'rib turibsizlar, bamferlar ichida turadigan shiveller har xil plastmaslardan ham bor o'rtoqlar. Bamfer, oldi oblisovkalardan ham umuman muammo yo'q o'rtoqlar. Bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Video oxirida nomer qoldiraman. Ana o'sha nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Manzilimizni eslatib o'taman. Sergeli Sima Gasinsan orqasida o'rtoqlar.